Bu nimaga bunaqa turibdi deb o'ylayapsizmi? Unda kuzating. Iso Hotel mehmonxonasini hozir sizlarga 2 kishilik xonalarni obzor qilib ko'rsatamiz. Xonaga kirib kelishingiz bilan sizni shunday atmosfera kutib oladi. Buni emas, albatta buni. Ikki kishi bo'lib keladigan bo'lsangiz, albatta maroqli suhbat uchun mana shunday stol istayman. Samouzdan chiqqaningizdan keyin albatta sochlaringizni shuni quritadigan fen, undan keyin dam olish uchun televizor, eng asosiysi samouzn ichida. Qimmatgina mijozlarimiz uchun bizning Iso Hotel mehmonxonamizda 2 kishilik mana shunday xonalarimiz ham bor. Bizning Iso Hotel mehmonxonamizda jami 22 ta xona bor. Bular lyuks, polyuks xonalarga bo'linadi. Undan tashqari narxiga qiziqayotganlar narxi 250 ming so'mdan 400 ming so'm. Keladigan mijozlarimiz uchun Iso Hotelga faqatgina sizdan birgina pasport yoki haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. Agarda sizda ikkisi ham bo'lmasa, rasm ham bo'laveradi. Bizning manzil Katta Oltintepada Shinoxonahol va restoranning yonida. Agarda siz bizning lokatsiyamizga tushmagan bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga bemalol lokatsiya so'zini yozsangiz, sizlarga lokatsiyasini tashlab berishadi. Barchangizning